Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Istiqlol telekanalining ashaddiy muxlislari, efirda siz bilgan tushlikda dasturi jonli efirlarimizga start beramiz va yaqin 1 soat davomida sizlarga yaxshi kayfiyat ulashishga biz tayyormiz. Ob-havo ham juda ham go'zal, kundan kunga isiy boshladi, tabiat yangilanmoqda, yasharmoqda, yashillikka burkanmoqda. Mana shu kayfiyatga yana ham pozitiv kayfiyat ulash maqsadida biz bugun sizlarga yangi ijrochilarimizni yangi ijrolardan taqdim etishga harakat qilamiz va ularni sizlarga tanishtiramiz. Bugungi studiyamiz mehmoni ajoyib ijodkor, xonanda Mahmud akam Ochilov va professional doira ustasi Siroj akam. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Avvalambor studiyamizda ko'rishganimizdan xursandmiz. Marhamat, tomoshabinlar bilan salomlashib olishimiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Biz bugun mana jonli efirda sizlar bilan Xudo xohlasa uchrashib turibmiz. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugungi ko'rsatuvimiz juda ajoyib bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh. Va men bunga ishonaman, chunki sizni ijrolaringizni butun Buxoro xalqi, kerak bo'lsa qo'shni viloyatliklar ham juda ham yaxshi bilishadi. Sizni muxlislaringiz juda ham ko'p va men ishonamanki, ayni daqiqalarda bizni ekran ortida ham sizni muxlislaringiz kuzatishyapti va jonli ijrolaringizga eshitishga tayyor. Keling, bitta go'zal qo'shiq bilan boshlaylik. Ha, Mahmud aka. Xo'p. Qanaqa qo'shiq eshitamiz hozir dastavval? Endi boshida baribir biz shu faqat ustozlarni juda hurmat qilamiz, havas qilganmiz. Shu ustozlarning qo'shiqlari bilan juda ham yaxshi. Marhamat, jonli ijrolar, jonli efirlar. Bo'lmay hayotda oroming, ro'yobga chiqmasa koming. Bo'lmay hayotda oroming, ro'yobga chiqmasa koming. Qolmasa yaxshi bir noming, kelding nima, ketding nima. Qolmasa yaxshi bir noming, kelding nima, ketding nima. Cho'lg'anmas ersang ziyoga, yor bo'lmasa qo'shiyoga. Cho'lg'anmas ersang ziyoga, yor bo'lmasa qo'shiyoga. O'rning bo'lmasa dunyoga, kelding nima, ketding nima. O'rning bo'lmasa dunyoga, kelding nima, ketding nima. Qoldirmasang gar zurriyat, qilmasang bir bino dunyo. Kim ham aylagay seni yo'q, kelding nima, ketding nima. Dostlar kırar bor dafşin, dostlar vaş topar işin. Bo'lmasa yaqindir kishi, kelding nima, ketding nima. Bo'lmasa bir yaqin kishing, kelding nima, ketding nima. Kelding nima, ketding nima.
Rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Mahmud aka, aslida kecha men bir necha insonlarga mana shu insonni chaqiryapman efirga deganimda, men Rahimjon faqat bitta iltimos, so'z kamroq bo'lsin, so'z ko'proq bo'lsin, chunki Mahmudjonni qo'shiqlarini yaxshi ko'ramiz deganlar ham bo'ldi. Shu uchun yana go'zal qo'shiqlarga start beraveramiz endi. Mayli. Sho'xrog'idan bo'lsin endi bir maza qilib, Hop. Ketdik. Hasta vücudum meni vurtadı bir yol Ulgun çayı hemden Ul gül yüzünü işkide men Ağlaçı bulbul Ul zülfü perişan Ul gül yüzünü işkide men Ağlaçı bulbul Ul zülfü perişan sormadı halımın içidir Ul avrazı gül gül Minvede birge vapa eylemedi ki Ul zalim devrem Minvede birge vapa eylemedi ki Ul vedesi yalan salıp ağlama vur Dilberçesi eyrem Avazayı üstüne salıp ağlama vur Dilberçesi eyrem Bul hasta vücudum beni vurtadı bir yol Ulgun çayı hemden Ul gül yüzünü işki demem ağlaki bulbul Ul zülfü perişan çayı hemdan Ul zülfü perişan Ana bu boshqacha bo'ldi endi. Men hozir aniq bilamanki, bizni tomosha qilayotgan, bizni eshitayotgan, ayniqsa eshitayotganlarda shunaqa fikr, xayol paydo bo'lyaptiki, Og'abek Sobirov kuylayaptimikan degan bir qarash bo'lyapti. Chunki sizni ovozingiz bevosita mana shu barcha o'zbekistonliklar yaxshi ko'radigan, faxrlanadigan va e'zozlaydigan O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirovga qiyoslashishlari bekorga emas, o'xshashlik bor. Menimcha bu ularni ustoz sifatida e'zozlashingizdan. Mana shu inson bilan munosabatlaringiz haqida gapirsak, qanday ijodiy hamkorliklar bormi? Albatta, bu shu ko'rsatuv boshidanoq men o'zi aytib o'tishim kerak edi. Bu ustozimizni shunday ulug' insonni, shunday buyuk hofizni shogirdligimdan men faxrlanib yuraman. Albatta. O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi, Qoraqalpog'iston xalq artisti, 3 ta respublikani xalq artisti unvonini olganlar ustozim Og'abek Sobirov. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim. Shu insonga havas qilib, endi bilasiz, shu bir insonga qancha havas qilsa, insonda shu o'xshashlik ham nima bo'ladi. Shunday. Juda ixlosim baland bu. Albatta.
va hattoki Mahmud aka, men o'zim ham siz bilan o'sha ustoz san'atkor bilan bo'lgan to'yda o'zim ham shunga guvoh bo'lganmanki, ustozni o'zlari aytganlarki, Og'abek Sobirovni o'zlari sizga bir chiroyli ehtirom bilan ba'zi meni muallifligimdagi qo'shiqlarni mendan ham sen yaxshi aytasan degan gaplarni men eshitgandim. Bu juda ham bir katta e'tirof, to'g'rimi? Sizga bo'lgan boshqacha bir e'tibor bo'lsa kerak. Endi ustozdan yaxshi aytishga imkon yo'q. Lekin o'zlari shunaqa deganlarini men eshitgandim bir to'yda. Keling, ustoz ijodiga mansub bo'lgan. Bu ham bir ustozni o'sha nima deydik, kamtarligi, albatta bebaho inson. Shunday. Haqiqatan ham odamiylik yuqori, juda ham mana shu ustoz repertuarlaridan ham yana birontasini eshitsak keling endi. Mayli. Endi Marhamat. ko'pincha ustozni shu xush soat qo'shig'ini so'rashadi. Shaxsan men ham yaxshi ko'raman. Menimcha bu qo'shiqni yaxshi ko'rmaydigan o'zbek xalqi bo'lmasa kerak. Xush soatni eshitamiz. Qadrli tomoshabinlar, jonli ijro bilan Mahmudjon Ochilov ijrosida. Marhamat. وهن زماني زمان اردي والمهلك عوغانا كرمو لطف فان اردي جان اردي alın Paykari canım beden irdi Ötken gecemen irdim o Ulsim oten irdi Gülşen türden meskenimiz Bir kemen irdi Yarın bu gece men sarı vekil gelim ayır Maslahiyet din buldu beni şenime hazır Bülbül idi uykuda deli gül idi ve opun Gülbünlere o iki kişiyle sıvı çemendil Bülbül bile ikimize güldük vatan irdik Gülgünle içip bizni kılıp sarı sarıbrız Paydan pay sunnav diyene labanizak Lalin bir damcın ağlığa çeşmi öpsün sağ İsteyledik ya naz ya ervedaz Köksüm kebi çok yolgan enge tirhen irdi
Perhiz berdi can birle bedenden biri ben her yeri peyvez Lalinmeydim içkeç bulup ravza pes Lalinmeydim içkeç bulup ravza pes Men dağı yüzümni kafa ile kuyubes Gülberk uzak priden Megerçi etkenirdi Hey! Zindan yaprak içine benzer yutup kan Yüz kadre hayatiden olup remcereceğim Vaslap şamede sürdüm şadi kebi devran Vaslap şamede sürdüm şadi kebi devran Ecrimdin navaini eğer Kultursan erman Bunca ki murat Ama bu veciyet sana nerede Gülber güzel ekbriden Meğer şiyet kenanir
ana gap yo'q. Torni ham sayratdingiz, lekin torni ham odatda musiqada doira boshlovchi, lekin hozirgi qo'shiqda menimcha tor yetakladi doirani. Ko'z tegmasin. Yuqorida mana ajoyib bir ustoz san'atkorlarni muallifligidagi qo'shiqlardan mazza qilib eshitdik, dam oldik, o'ziga xos yayradi-da, endi dil yayradi Mahmud aka. Endi siz ham ancha yillik tajribaga necha yil bo'ldi? San'at sohasiga qadamchangizni bosib kirganingizga deydi-yu. 10 yildan oshdi. 10 yildan oshdi mana. 10 yildan ortiqroq vaqt davomida xalqqa ajoyib bir xizmat. 15 yildan ham oshdi. Mana. Men o'shani hayron qoldim. O'zi men to'yga chiqqanimga, xalqqa xizmatga chiqqanimga qarib 20 yil bo'ldi. Lekin men o'sha boshidan men sizni bilaman-da. Endi biz qanday nima hisoblaymiz? Mana professional san'at hisobidan. O'z oldimizga shu xalqqa qo'shiq aytib boshlaganimizni 2008-yildan beri desak 17 yil bo'ldi. 17-18 yilcha bo'ldi. Ko'z tegmasin. Men nima demoqchiman? Bu yillar davomida baribir mualliflik qo'shiqlar ham yaralgan bo'lishi kerak, a? Shunday. Bugun nima mualliflik qo'shiqlaringizdan birini eshitaylik endi. Qaysini eshitamiz? Mualliflik qo'shiqlar juda ko'p. Endi bu hozir imkon qadar shu tor bilan doirada ijro qilinadiganlarini tanlab orasida juda ham yaxshi. Shunaqalardan bittasini aytib beraman. Xo'sh, qaysi birini? Nomi? Endi shu hammamiz uchun mana biz erkaklar uchun juda aziz bo'lgan shu ayollarimizga atalgan. Albatta-da, endi ayollar bu har bitta xonandani ijod manbai. Ayollarga ehtirom, bu onaga ehtirom. Shunday. Mana shunday bir mehr bilan dunyoni tebratadigan, beshikni tebratish ortida mana shu millatni kelajagini tarbiyalaydigan bebaho onalarimizni, demak, madh etamiz ayollar. Shu bitta shunaqa ayollar uchun shunaqa bir qo'shiq yaralgan. Hozir o'zlaringiz eshitib baho berasiz. Juda ham yaxshi. Qani marhamat. Ayol kimdir bizni tuqqan onadur, farzandim deb kecha kunduz yonadur. Ayol kimdir bizni tuqqan onadur, farzandim deb kecha kunduz yonadur. Bora sevinsa agar dilbandi, ona izot ming chandon quvonadur. Ayol kimdir bizni tuqqan onadur, farzandim deb kecha kunduz yonadur. Ayolni xo'rlamang debon ojiza, ayol Xudo ato qilgan mo'jiza. Ayolni xo'rlamang debon ojiza, ayol Xudo ato qilgan mo'jiza. Ayol kimdir bizlarga umr yo'ldosh, nogoh ko'zlaridan oqizmangiz yosh. Ayol kimdir bizlarga umr yo'ldosh, nogoh ko'zlaridan oqizmangiz yosh. Boriga baraka tilaydi ayol, yo'g'ingda qanoatu sabr bardosh. Ayolni xo'rlamang debon ojiza, ayol Xudo ato qilgan mo'jiza. Ayolni xo'rlamang debon ojiza, ayol Xudo ato qilgan mo'jiza.
yana qanaqa ijrolar qilamiz deb kelishib oldik. Bir xorazmcha lazgidan bo'lsa-yu bir mazza qilib yayrab raqslarga tushib olsak nima deymiz? Mayli. Mahmud aka, Mayli. qani ketdik birgalikda. Asirem bi navayen bi kesem giriftarem asirem aman. Ömrümde gezmerem gül gülzar seyrine. Fasli bahar istemerem bülbül olmasam. Gülzar seyrin nelere medur olmasam. Aman ey aman. Dağlar karlı bular karsız olmaz. Yigit başı yaman bolsa mallı bular malsız olmaz. Aman ey aman. Kaley burcunu gayrı bir envarsam Kaysı sade burcunu Gevher şehvarsam Kaysı tenavsi Nafayt edersem Kaysı çemen zarden Alay günersen Söylemem ey senem ey kim sever yarsen Boy 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 Alagöz boy boy boy, Karagöz boy boy, Alagöz gelleri hey, Karagöz gelleri. Kavmetiye bendedir, bağları serri revan, leleledir aşkı dineyim çayırır bağır kan. Türkü çemen sahnede, olsa yüzün yumuşak, nalet neyler kuzun ey bülbülü bir hanıman. Söylemem ey senem, kim sever yar sen, boy boy boy, Alagöz boy boy boy, Karagöz boy boy, Alagöz gel beri ey, Karagöz gel beri. Ayşine çiyan istemadan ve çağrılmadan Lale bir şenlige var mı kumar olmadan Ameyr yalı bestesi zarına zar olmadan Dehrara yoktur size aşık zar olmadan Söylemem ey senem kim sever yar sen boy 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 Alagöz boy 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 Karagöz boy boy Alagöz gel beri hey Karagöz gel beri
yarsın boy boy boy. Kara göz boy boy boy. Kara göz boy boy. Kara göz gelmeli hey. Kara göz gelmeli. Kara göz gelmeli hey. Kara göz gelmeli. Kara göz boy boy boy. Kara göz boy boy. Kara göz gelmeli. Kara göz gelmeli. Ey yashang, men hozir tomoshabinlarni ovozini eshityapman. Tempni to'xtatmang Madrahimjon, davom eting degan ovozlar g'oyibona yetib kelyapti mana ekran qarshisidan. Keling, tempni to'xtatmaylik. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchash yo'q. Ustasiga uncha charchash yo'q, ha? Yana shunaqa sho'xidan, zo'ridan. Ha, endi o'ynaydigan emas, sho'xroq u, eshitadigan. Mayli. Tağman deme, tağlar yemirilmegenmi? Bağman deme, bağlar savrulmagenmi? Tağman deme, tağlar yemirilmegenmi? Bağman deme, bağlar savrulmagenmi? Zorman depsem zorlar yegilmegenmi? Zorman depsem zorlar egilmegenmi? Qancha zo'rni yegan dunyo bu do'stim. Qancha zo'rni yegan dunyo bu do'stim. Nuh'nu tufanı unutmuyor. Sen bilen kimler öyle gel aşna. Nuh'nu tufanı unutmuyor. Sen bilen kimler öyle gel aşna. Allah peygamberi Yusuf'ni hatta pazarında satkan dünya bu dostum. Allah peygamberi Yusuf'ni hatta pazarında satkan dünya bu dostum. Azrail çay salar sulundan. Acel kapka kurup gider yolundan. Azrail çay salar sulundan. Acel kapka kurup gider yolundan. Hiç nime kilmidina kulundan. Hiç nime kilmidina kulundan. Kapkanını yutkan dünya bu dostum. Kapkanını yutkan dünya bu dostum. Uğa gelgen bende çeker derdim. Uzatını hem çitlep ötmedi istem. Uğa gelgen bende çeker derdim. Uzatını hem çitlep ötmedi istem. Allah'ın Resulü Muhammed'e bir vafalık kılgan dünya bu dostum. Hudanın Resulü Muhammed'e bir vafalık kılgan dünya bu dostum. Azın camim açkalı tenden. Bu bir seyirge kalar seni menden. Azın camim açkalı tenden. Bu bir
seyirge kalar senin menden. Anini yaşını sureme menden. Armısaktan kalan dünya bu dostum. Anini yaşını sureme menden. Armısaktan kalan dünya bu dostum. Bir vefalım kılgan dünya bu dostum. Bir vefalım kılgan dünya bu dostum. Yashang. Haqiqatan da bir ibratli, purma'no so'zlarga ega bo'lgan va bugungi kunda ayrim bir oyog'i yerdan uzilib, boshi osmonda yurgan ayrim kimsalar uchun bir zo'r qo'shiq, o'lmas asarlar bularda endi. Mahmud aka juda ham chiroyli ijrolar bo'lyapti. Ko'z tegmasin qo'ng'iroqdagi ovozingizga. Efir vaqti ham yakunlanishiga sanoqli daqiqalar qoldi. Bizni ayni daqiqalarda tushlik dasturxoni atrofida ko'pchilik kuzatyapti va mazza qilyapti. Chapanichasiga aytadigan bo'lsak, yana bitta ijroga joy bor hozircha. Yana bitta go'zal ijroni taqdim etaylik, ha? Mayli. Istiqlol telekanalining ashaddiy muxlislari uchun Mahmudjon Ochilov ijrosida jonli qo'shiqlardan, jonli ijrolardan yana birini sizlarga taqdim etamiz. Sağlık kadrini bilgil hasta olmasdan burun. Hastalık şükrini kılgıl ta ki ölmezden durun. Boz yer kadrini bil deryaga dönmezden burun. Yemede akşı yavrutur girdaba gelmezden burun. Boz yer kadrini bil deryaga dönmezden burun. Yemede akşı yavrutur girdaba gelmezden burun. Yaşlı kadrini bil ta ki ulanmazdan burun. Ulaldın köylüğündedir yalgan cihanı kaygısı. Tilleri gıybet kesip ras yalgan söz aytlısı. Gözlerin güzel görüp seni günaha koygusu. Hatıren yüzmü perişan kötüda olup kaygısı. Ne acaba hoş halidin yüzünü bilmezden burun. Yaratkan yadındadır başın yaman aldayken. 100 gün ötse yada gelmez belli hoş haldayken. Ömrünü bir kuda ötkerme beri kuldayken. Kek sabır bağ bir kazan çöldür sana güldeyken. Gülünü yadından çıkarma ta ki solmazdan burun. Aklı hoşuna yetişti yayladı seyranısın. İstediğince meyledin bugünlüm veyranesin. Hiç haberi yok mudur bu dünyanın mimarısın? Kılmadın birden kanaat Tanrı birgen nane sen.
o'chmasdan burun. Kalmamış bu köhne dünya, kalmamış bu köhne dünya, Rüstem ile dalga. Köp kuammayı kükülleki genişken onunla. Hakikat ağrıbını gör, etmesini bir diş yağlığa. Durser maktun kulu, yığla bugün müskalına. Yerte durmaz şer günü, derle uyanmazdan burun. Almamış bu köhne dünya, Rüstem ile zalime. Köp kuanma kükürlük yigen içken naniye. Hakikate ağrıbını gör, etmesini bir diş yağlığa. Tursa her maktun kulu, yığla bugün müskalına. Yerte durmaz şer günü, derle uyanmazdan burun. Rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Bir soat qanday o'tib ketganini men shaxsan bilmadim. Juda ham bir mazmunli, ajoyib ijrolar, dastur bo'ldi. Buning uchun sizga rahmat. Va men mana shu dasturimga siz kabi mana shu kuchli ijrochilar kelganda har xil holatga solib qiynagim keladi-da endi. Mana hozir nima demoqchiman? Bir necha qo'shiqlar tayyorgarliksiz to'satdan so'raldi, to'satdan ijro etildi. Buning uchun mana professional ko'plab hofizlarga, doira chalgan Siroj akamga ham rahmat. Chunki bitta notadan bir-birlaringizni tushunib, birgalikda bu juda ham muhim. Ko'rsatuvimiz so'ngida marhamat tomoshabinlar bilan xayrlashib olishimiz mumkin. Avvalo sizlarni mana shu ko'ngillaringga ozgina bo'lsa-da bir iliqlik kiritgan bo'lsak, biz o'zimizni juda ham baxtiyor his qilamiz. Albatta. Mana shu ko'rsatuv ijodkorlariga, ishlariga rivoj tilaymiz. Bundan ham gullab yashnasin, qolaversa sizni ham ijodingizga. Rahmat. Muxlislarga, doimo xonadonlarga xursandchilik, yaxshi kayfiyat ulashib qolamiz. Ijodiy barkamollik tilab qolamiz. Uzoq yillar davomida xalqqa mana shunaqa jonli ijrolar. Chunki men to'y hashamlarda ham kuzataman, siz faqatgina jonli ijro tarafdorisiz. Ko'z tegmasin, ijodiy barkamollik, omad, zafarlar yor bo'lsin. Tushlikda dasturi mana shunday jonli ijrolarni targ'ib qiladi azizlarimiz. Yurtimizda ayniqsa Buxoroda bu kabi jonli ijrolarni yuqori mahorat bilan kuylovchi ijrochilar juda ham ko'p. Keyingi dasturlarimizda hali sizlarga yana yangidan yangi ijrochilarni taqdim etishdan charchamaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling va yaxshi kayfiyat hech qachon sizlarni tark etmasin. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling deb qolamiz.